Eshikda oltita nima qilyapsiz? Tortinmasdan kirsangizchi, mana shu xonadon o'zingizniki bo'lishi mumkin. Keling, bu xonadonimizni obzor qilib ko'rsataman. Hamma xonalari alohida даже sanuzellarigacha kamdan kam новостройкада bu kvadraturada hamma xonasida oyna tushadi, plus раздельный bo'ladi. Xo'p, 50 kvadrat metrga tushgan новостройкаga kelganmiz. Uchtepa avenue жилой kompleksi, Chilonzor 26-kvartalda joylashgan, metro Chilonzorgacha 1,5 kilometr atrofi. Shundoqqina pasingizda o'zini kajinkalarigacha mavjud. Bu yog'imizda oshxona qismimiz bo'ladi. Oshxonani ham qarang, kuxonniy mebellarni juda ham chiroyli qilib o'rnatib qo'yishgan. Aytgancha, bu xonadonimizda 9 qavatli binoning aynan 2-qavatida joylashgan, etaji ham Korolevskiy etaj. Mana bu joyimizda sanuzeli, hojatxonani ko'rishingiz mumkin va bu yoqda yuvinish xonamizda joylashgan. Yuvinish xonasini ham qarang, kengina. Xullas kalom, mana shu xonadonimizda hamma mebel texnikasi bilan berib yuboriladi. Agar sizga qiziq bo'lsa, mana bu nomerlarni qoldiraman, batafsil ma'lumot olsangiz bo'ladi.